menga bugun bir bemor murojaat qilib keldi. Bemorni shikoyati aytadi, menda deydi tez tualetga borishlik bor, kechqurun 10 marta tualetga turaman, kunduz kuni tez tualetga har 15 minutda boraman, kechasi turganda kam peshob qilaman, peshob napori sust, achishliklar bor, og'riqlar bor. O'sha bugungi bemorimizni prostata bezi. Prostata bezida ko'rib turganlaringdek mana bu yerda oqargan joyi bor, maydalar qorayib yotibdi, struktura. Men ham vrach uchastkavoy diagnostikani o'zim qilib ko'raman. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, urolog, vrach uchastkavoy diagnostik Erkinjon Yo'ldashev. Hurmatli obunachilar, Moskvada mana dekabrda o'rtasi sovuq tushdi. Boshqa davlatlarda ham sovuq tushgan. O'zbekistonda, Tojikiston, boshqa joylarda qish mavsumi keldi va qish mavsumida ko'p erkaklarda prostatit kasalligi, ya'ni erkak kishidagi bo'lgan o'sha ikkinchi yuragi deydi, prostata bezi kasalligida bo'lgan yallig'lanish, shamollash ko'p uchraydi va bugungi bizning video lavhamiz mana shu haqda. Ya'ni prostatit kasalligi kimlarda ko'proq uchraydi va buni qanday qilib diagnostika qilish kerak? Haqiqatdan sizda prostatit bormi? Agar haqiqatdan prostatit bo'lsa, buni qanday qilib davolashlik kerak va qanday qilib buni diagnostika qilish kerak? Birinchi navbatda diagnostika va mana shu haqda video lavhada bilib olishingiz mumkin. Chunki menga bugun bir bemor murojaat qilib keldi. Menda deydi prostatamni tekshirgan, prostatitim yo'q, lekin hamma prostatitda alomatlari bor. Va bugun biz sizlar bilan mana shu video lavhada shular haqida suhbatlashamiz. Hurmatli obunachilar, bugungi mavzumiz surunkali prostatit kasalligi. Men tajribamda buni qanday davolayman? Именно jahon standartlarida, o'sha jahon sog'liqni saqlash standarti, Европейская ассоциация, Amerikanskiy va Rossiyskiy общество urologlar именно isbotlangan meditsina buni qanday to'g'ri diagnostika qilish haqida sizlarga bugun suhbatlashib aytib beraman. Ya'ni menga bugun bir bemor murojaat qilib keldi. Bemorning shikoyati aytadi, menda deydi tez tualetga borishlik bor, kechqurun 10 marta tualetga turaman, kunduz kuni tez tualetga har 15 minutda boraman, kechasi turganda kam peshob qilaman, peshob napori sust, achishliklar bor, og'riqlar bor. Mana bu haqiqiy prostatitning alomati. Lekin biz mana shu holatda biz prostatani o'zining shikoyatiga, ya'ni bemorning shikoyatiga qaraymiz. Agar shikoyati haqiqatdan bo'lsa, biz bunda tekshiramiz. Va bemorda albatta biz tekshirdik va tekshirishda standartlar bor. Standartlar bemor aytdi, bitta gap menga qiziq bo'ldi. Shuning uchun men shu video haqida men deydi o'zimizda deydi, aytmayman qayerda, o'zimizda deydi shunday tekshirishdi, menda prostatit yo'q deydi. Menda o'zi qilib ko'rishdi. Bitta o'zi qanday qildi desa, transabdominalni mana bu datchik bilan qilingan, ya'ni qorindan qo'yib qilingan. Albatta bu noto'g'ri va buni qanday qilish yo'llarini birinchi navbatda mana shu alomatini men aytib ko'rdim. Endi buni sabablariga keladigan bo'lsak, nima uchun buni to'g'ri diagnostika qilish kerak? Bitta sababi, ya'ni biz mana bu bizda mulyajimiz bo'lsa, ko'rlang, jinsiy holati bor, 7 deb yozib, balkim yetayotgan 7 sm, katta bo'lganda 10 dir. No, balkim normalniy jinsiy holat kimlar uchun mayda. No, sut не в этом. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek, mana shu jinsiy holatda siydik yo'li. Mana bu prostata bezi, bu siydik kifoya. Qachon prostatit bo'ladi? Qachonki prostata bezi yallig'lanish mana shu yerda yoki bu tarafdan siydik yo'llardan infeksiya kiradi yoki o'zidagi bo'lgan bakteriyalar soni ko'payib ketadi. Bu даже lor kasalliklardan ham kelishi mumkin. Lor kasalliklar bor. Ya'ni o'sha faringit, laringit kasalliklarda stafilokoklar, bu yerga Escherichia colilar, shunaqa kishi falchka degan bakteriyalar bor, shunga kelib o'tirib qolishligi mumkin va bu yerda shu haqiqatdan prostatit bormi yoki siydik pufagidanmi yoki siydik yo'lidanmi, ya'ni uretradanmi, shuni bilishlik uchun birinchi navbatda biz orqa to'g'ri ichidan kirib prostatani mana bu datchik bilan o'zi qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni bu bilan kiramizda birinchi navbatda o'zi qilib ko'ramiz. Ya'ni mana shunaqasida biz agar mana shunday qilib ko'rganimizdan keyin mana shu datchik bilan uncha og'rimaydi. Biz mana bunday kartinaga guvoh bo'lamiz. Ko'rib turganlaringdek, mana bu erkak kishini o'sha bugungi bemorimizni prostata bezi. Prostata bezida ko'rib turganlaringdek mana bu yerda oqargan joyi bor, maydalar qorayib yotibdi, struktura. Men ham vrach uchastkavoy diagnostikani o'zim qilib ko'raman. Bu yerda o'sha siydik yo'llari kengaygan, oqargan giperxogenik kalsinatlar bor. Bitta kalsinat turibdi, ya'ni bu yerda tosh paydo bo'lgan prostatada. Va tosh paydo bo'lishda sababi bu yerda o'sha siydik o'tayotganda bu yerda kalsinatlar hosil bo'ladi, siydik to'planib qoladi atsinuslarda. Bitta sababi shu peshob yaxshi chiqmaganda tarkibidagi bo'lgan o'sha peshob tarkibidagi bo'lgan kalsiy tuzlar toshga aylanib qoladi. Va mana shunday qilib biz o'zi qilib ko'rdik va albatta buni massaj qilib so'kin olish kerak. Mana buning uchun yana hozir men sizlarga ko'rsataman, qanaqa analizlar olish kerak va olishlik uchun
bunda o'zi mana transrektalingdan tashqari hozir sizlarga bitta ko'rsatib chiqaman qanday buni o'sha diagnostika qilish kerak. Endi diagnostikasiga keladigan bo'lsak, buni qanday qilib diagnostika qilish kerak? Albatta, to'g'ri diagnoz qo'yishlik uchun, to'g'ri lecheniya bo'lishi uchun oldin biz mana bu prostata bezdagi bo'lgan jarayonni ko'rish. Mana UZI qilib ko'rsatdim. UZIdan keyin endi biz bu yerda hozir nima qilamiz? Prostatani birinchi navbatda 3 stakanni proba machi degan narsa bor. Mana ko'rib turganlaringdek, proba merastomey deydi. Bu 3 stakanni har xillari bo'ladi. Biz nima qilamiz bu yerda desa, mana shu yerda mana birinchi prostatani orqadan masaj qilinib olinadi. Masaj qilishdan oldin biz siydik pufagi, mana bu yerdan siydikni olamiz. Siydikni ko'ramiz, chunki bu yerda siydik pufagini o'zida ham muammo bo'lishligi mumkin. Olganimizdan keyin masaj qilganimizdan keyin orqasidan mana bu ikkinchi, mana birinchi oldik, birinchi stakanga, ikkinchisi masaj qilganimizdan keyin bunga olamiz. Mana bu stakanga, yana qolgan peshobni siyadi bunga, mana shuncha qolgan peshob. Buni olib masaj qilgandan keyin mana bu prostataning ichida bo'lgan hamma yallig'lanishlar, mana bu yerda atsinuslar bu o'sha yerdan chiqadi, bunga oladi va o'sha masaj qilganimizda prostatani sokini ham olamiz mana bunga. Shunday qilib olinadi. Mana bu bakpasiv degan narsa bor. Bakpasivga обязательно jo'natiladi. Mana bu yerda bakpasivni mana ko'rsatilgan qandayligini. Demak, mana bu yerda esa bakpasiv degani mana shundaqa stikloga olganimizdan keyin biz mana bu stikloni ochamizda swab deydi. Swabni mana bu olgan sokimizni, mana bu yerdan olgan sokimizni bunga yaxshilab mana bunday qilib olamiz. Ya'ni buni o'sha suvini olib mana bunga tiqamiz. Mana shuning ichida mana o'zini raствор bor spesialniy. Buni ochiladi. Shuning ichiga quyiladi mana shunday qilib. Вот qildik. Mana shunday qilganimizdan keyin вот. Endi shuni biz bakpasivni nima qilamiz? Jo'natamiz laboratoriyaga. Bak laboratoriyada passivni olishadi, o'sha ekiladi. Mana bunday qilib ekiladi, ko'rganlaringiz. Mana shunday bak laboratoriyada ekildimi, koloniya bakteriya bu yerda agar kishni gruppa yoki enterobakteriyalar, boshqalar chiqsa, ular chiqadi-da, bunga antibiotik berib ko'riladi. Mana bunday qilib antibiotik berilyapti. Ko'ryapsizmi? Qaysi antibiotikka sezilarligini aniqlash. Biz ko'ramiz, qaysi antibiotikka bular sezilarli. Mana ko'ryapsizlarmi? Birinchi antibiotikda bakteriyalar hosil bo'lgan, qaysi antibiotik sezilarli laboratoriyada ko'radi. Misol aytadimi, eng yaxshi ko'rilgan antibiotiklar ceftriaxongami, gentamitsingami yoki bo'lmasam levofloxacin, ciprofloxacin, beta-lactamni antibiotik har xil gruppalarga qanday ta'sir qilyapti va mana shunga qarab keyin biz antibiotik yozamiz. Va mana shunday qilib tekshiramiz va peshobdan keyin ikkinchi bo'lsaga yana topshiriladi. Mana shunday qilib diagnoz qiladi. Обязательно bu yerda yana PCR analiz olish kerak. Mana bu yerdagi bo'lgan jinsiy yuqumli kasallarni ko'rish kerak. Jinsiy aloqasida 10 yil oldin bo'lgan bo'lsa ham infeksiya yashirin davrda yurgan bo'lib, prostataga o'tib ketishligi mumkin. Xulosa, diagnostikasini mana ko'rib turganlaringdek mana shunday qilib qilish kerak. Birinchi navbatda bu bemorning shikoyati, ikkinchisi bu prostatani orqadan kirib UZI qilib ko'rish, prostatani mana bu yerdan orqa to'g'ri chekidan kirib ko'rish. Truzi prostаты. Uchinchisi bu 3 stakanli proba machi, uchinchisi bakpasiv machi, общий анализ machi и обязательно PCR diagnostika. PCR diagnostikaga mana bu 12 ta infeksiyalar kiriladi. Xlamidiya, trichomonada, mikoplazma, ureoplazmaning har xil turlari. Mana shu qanday hamma infeksiyalar kiriladi. Shu infeksiyalardan olinadi va bular ham prostatatga olib kelishligi mumkin. Siz jinslar 10 yil oldin qilgan bo'lsangiz ham. Va albatta umumiy qon tahlilida biz organizmning umumiy holatini bilib olishimiz mumkin. Va mana shu bemorda shu narsalar olinmasdan bitta qorin tarafdan, ya'ni mana bu yerdan ko'rganda prostatani mana bu yerdan UZI qilib mana datchikni qo'yganda masofa uzoq, bitta UZI prostatit yo'q degan, lekin shikoyat turibdi, lecheniya yozgan, lecheniya hal bo'lmagan. Bemorga ham men aytdim, что sizdan mayli bo'pti, shuni diagnostika qildi, prostatit yo'q. Lekin shikoyatingiz ketdimi desam, yo'q, ketmadi. Значит, prostatit turibdi. Va mana shunday qilib biz tekshirdik va birinchi etapda biz UZIdan bildik, mana tosh topildi. Birinchi etap svecha tabletkalar yozdik. Ikkinchi etapda analizlar chiqqandan keyin biz bilamiz bu yerda qanaqa infeksiyalar borligini va o'sha infeksiyalarga davolashni aytamiz. Ya'ni biz bu juda muhim narsa. Mana shuni hamma bilish kerak. Bugundan даже sizda menga kelmasangiz ham, men Moskvada, Toshkentda qabul qilaman, podskazka. Lekin menga kelmasangiz ham, boshqaga borsangiz ham mana shu narsani обязательно qilgandan keyin biz shundan keyin aniq aytishimiz mumkin, sizda prostatit bormi, yo'qmi. Agar shikoyatingiz bo'lsa, balkim sizda bitta prostatit emasdir. Agar gрамотный urolog bo'lsa, bitta struktura ureter bo'lishi mumkin, siydik yo'l yopilib qolishligi, siydik pufagida problem bo'lishi, o'shaning uchun 3 stakan olamiz, siydik pufagidagini birinchisini ko'ra olamiz, birinchi peshobda. Bitta prostatani o'zidagi bo'lgan
har xil bu yerda skleroz prostata boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Даже rak mochovой puziri bo'lishi mumkin. Lekin bularni обязательно ko'rish kerak. Обязательно остаточный mochani ko'rish kerak. Siygandan oldin qancha siydik bor, siygandan keyin qancha qolib ketyapti. Katta yosh kattalarda adenoma bo'lishligi mumkin. Ya'ni bu yerda bir ko'p sabablari bor. Lekin agar haqiqatdan ham prostatit alomatlari bo'lsa, mana shunday qilib tekshirilsa bo'ladi va mana shunday qilib to'g'ri tekshiriladi. Biz ham mana shuni to'g'ri qilamiz va albatta bu bemorlarga yordam beradi inshaalloh. Va bunaqa sovuq holatda o'zingizni ehtiyot qiling, issiq tuting, oyog'ingizdan sovuq o'tmasin. Tam dieta qilish kerak, achchiq narsa, spirtli ichimlik ichishlar, bular hammasi qo'zlaydi, gazolon, yaxdek suvlar. Bular ya'ni siz shamolladingizmi, prostataga o'tishligi mumkin va mana shu prostatitni oldini olish jarayoni, ya'ni oldini olish profilaktikasi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizga bizning videolarimiz yoqqan bo'lsa, like qo'ying, kommentariya yozing va boshqalarni обязательно поделиться qiling. Mana shunday sovuqda sizni muzlab qo'ygan o'sha jinsiy olatni yoki o'zini sovqotib qo'ygan, sovuq o'tirib qo'ygan do'stingizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling. Sizlar bilan esa diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, urolog, vrach ultrasvoj diagnostiki Moskva shahrining Erkinjon Yurdashevda. Salomat bo'ling. Jungle.